Formula 1 o'zi nima va nimaga bu poygalarni ko'rish kerak? Siz Formula 1 haqida qayerdadir eshitgan bo'lishingiz mumkin, lekin bargan bu sport haqida hech narsa tushunmagansiz. Formula 1 da 10 ta jamoa va har bitta jamoada 2 tadan poygacha, bir yilning ichida 24 ta Grand Prix, ya'ni 24 ta poyga o'tkaziladi. Bu musobaqalar deyarli har qit'ada tashkil etiladi. Bir Grand Prix ichida nimalar sodir bo'lishini hozir tushuntirib beraman. Grand Prix erkin amaliyotlardan yoki boshqacha qilib aytganda praktikalardan boshlanadi. U yerda jamoalar mashinani maksimal tez qilishga harakat qilishadi, sozlamalarni o'zgartirib. Poygachilar esa shu sozlanmalarga va trekka moslashishga harakat qilishadi. Praktikalar soni 3 ta bo'lib, har bittasi 1 soatdan davom etadi. Shundan so'ng esa kvalifikatsiya, ya'ni saralash boshlanadi va u yerda natija muhim rol o'ynaydi. Chunki poyganing nechinchi pozitsiyadan start olinishi aniqlanadi. Bu uchun esa bir aylanada maksimal tezlik ko'rsatish talab qilinadi. Va nihoyat poygani o'zi. Bu yerda hammasi oson. Kim birinchi kelsa, shu poygachi g'olib hisoblanadi. Lekin shu poyganing ichida ko'p voqealar sodir bo'lishi mumkin. Avariyalar, mashina nososligi, yomg'ir, shunday kutilmagan qiyinchiliklarga tayyor turish kerak. Ochkolar faqat to'ppontalikka beriladi va mavsumning oxiri kimda eng ko'p ochkolar soni bo'lsa, shu poygachi chempion deb topiladi. Kubok konstruktorlarda bir jamoaning 2 poygachisining ballari qo'shiladi va eng ko'p ball to'plagan jamoa chempion deb tan olinadi. Formula 1 dagi hamma mavzuni bir videoga sig'dirib bo'lmaydi. Shu uchun sizni bizning Telegram kanaliga taklif etaman. U yerda sizning Formula 1 ni to'liq tushunishingizga yordam beramiz. Ko'rishguncha